bahsda yutishni eng yaxshi yo'li bu o'sha bahsdan qochish deb aytibdi Deyl Karnegi o'zini do'st orttirish kitobida. Bugun sizlar bilan o'sha haqida gaplashamiz. Xo'p, birinchi urushdan keyin, ya'ni birinchi jahon urushidan keyin Deyl Karnegi o'shani sharafiga, ya'ni o'sha bitta odamning sharafiga bag'ishlangan bazmga boribdi va bitta odam bilan gaplashib qolibdi. O'sha yerda aytishlari bo'yicha, ya'ni bitta hikmatli so'z aytadi va ular o'sha hikmatli so'zni manbasi to'g'risida kelisholmay qolishadi. Misol uchun bittasi aytadi Bibledan olishgan deydi. Deyl Karnegi Bibledan emas, uni Shekspir yozgan deydi. Ular shu orqali tortishishadi va uni chap tarafida o'tirgan odam, ya'ni Deyl Karnegining chap tarafida o'tirgan odam aytadi, rostdan aytyapti u odam, rostdan ham Bibledan olingan, ya'ni Bibliyadan olingan desa, keyin u chap tarafdagi odamga aytadi, bu yerdan chiqqandan keyin siz bilardingiz u Shekspirdan aniq Bibliyadan olinmaganligini siz bilardingiz, nimaga yashirdingiz desa, u aytadi, sen xato ish qilayotganing, chunki biz u yerda mehmon edik va sen nima qilasan o'sha yerdagi odamni fikrini o'zgartirib, ya'ni xafa qilib, bundan ko'ra shunchaki uni yuzini saqlasang bo'lmaydimi? Ya'ni shuncha odamning oldida yuzini shubut qilgandan ko'ra поддержать qilib qo'ysang bo'lmasmidi? Undan keyin o'zi qolganda sen aytib qo'yishing mumkin edi-yu degandek gap qilgan va o'shini o'zi Deyl Karnegiga juda ham katta foyda keltirgan hayoti davomida. Ya'ni u juda ham debatlarga, shunaqa argumentlarga qiziqqan bo'lgan va odamlarga hattoki kitob yozmoqchi bo'lgan shu haqida va shu fikrdan qaytgan, chunki muhokamada yutishni, ya'ni o'sha bahsda yutishni eng yaxshi yo'li bu undan qochishligini tushunib yetgan. Bunaqa holatda nima qilish kerak? Misol uchun norozilikni yaxshi qarshi olishingiz kerak. Kimdir sizga norozilik bildirdimi, bilingki siz haqingizda o'ylayapti va siz undan nimadir olishingiz mumkin. Misol uchun nimadir qattiq xato qilishingiz mumkin edi va siz shu xatodan cheklanib qolishingiz mumkin shu orqali. Ikkinchisi, birinchi taassurotingizga ishonmang. Misol uchun birinchi taassurot deganda sizni reaksiyangiz kiradi. Kimdir sizga nimadir norozilik bildirsa, birdaniga qaror qabul qilmang. Misol uchun urishib ketishingiz mumkin, nima ishing bor deysiz. O'zingizni bosib oling, chunki siz odamlarning nima jahlini chiqarishini bilib turib, ularni qanchalik katta yoki kichikligini siz bilasiz, ya'ni yoshga nisbatan emas, ya'ni o'zini misol uchun qanchalik seryozni yoki shunaqaligini bilishingiz mumkin. Tinglashni o'rgating, ya'ni qachondir sizga kimdir norozilik bildirsa, uni tinglang, nima demoqchi u. Chunki biz hech qachon urushga tushib qoladigan bo'lsak, tinglamaymiz. Har doim o'zimizni, ya'ni zashtaga yutib olamiz, zashta qilishga. Shuning uchun ham tinglashni o'rgating. Agar raqibingiz qanaqadir to'g'ri narsani aytadigan bo'lsa, misol uchun osmon ko'k deydigan bo'lsa, ha to'g'ri aytdingiz deb qo'yishni o'rgating, chunki bu uni shunaqa zashtadan, ya'ni hozir aytganimdek, zashtadan chiqaradi. Ya'ni siz u yerda urushib, uni og'ritishni xohlamayotganingizni biladi shu orqali. Keyin rost narsani gapiring, chunki misol uchun siz xato qilgan bo'lsangiz, shu xatolaringizni bildirib o'tib keting. To'g'ri, men bunaqa deb o'yladim. Yo'q, shunaqamiga, men bunaqa deb o'yladim deb xatolaringizni ko'rsatib o'tib keting. Kim bilandir bahslashsangiz, rostdan ularni eshitib, g'oyalarini o'rganing, nima demoqchi bo'lyapti. Chunki har doim bahsga tushganingizda siz rost bo'lmasligingiz mumkin, ya'ni siz yerda haq bo'lmasligingiz mumkin. Shuning uchun ham ularning fikrini ochiq quloq bilan eshiting. Qachon shu zashta rejimiga tushib, nima desam ekan deb argument qidirmang. Agar jab bo'lmasa, kechiktiring. Misol uchun, bo'pti, buni ertaga gaplashaylik, bo'lsam shanba kuni gaplashaylik deb o'zizga qattiq savollar bering. Misol uchun, buni hozir men argument yutsam nimadir olamanmi yo nimadir yutkazamanmi, misol uchun uni gapida jon bormi o'zi degan savollarni o'zizga bering. Misol uchun shu vaqtimni sarflashga arziydimi degan narsalarni o'ylab ko'ring. Jan Piers degan operachi shu xotini bilan 50 yildan beri yashab kelgan ekan va shunaqa degan ekan. Xo'p, kimdir baqirsa, narigi odam eshitishi kerak, chunki ikki kishi ham baqirsa hech qachon communication, ya'ni muloqot bo'lmaydi. Shunchaki baland ovozlar va yomon tebralishlar bo'ladi degan ekan. Shuning uchun ham Boğazı